sizlardan yana o'sha Creeper Girl bo'lib o'tadi. Hop do'stlar, maktabga kech qolma, maktabga borish kerak. Telefonimni oldim. Yo'l o'tmasida hozir mana ekan. Kitoblarimni. Bugun rasm darsi ham bor. 6 ta ruchka olamiz. 2 ta kitob olamiz. Bo'ldim. Shu bitta dona ozgincha pulimizni olamiz. Qornim ochida 4 yumzatda yaxshi. Qani ketdik-ku, mana kerak emas, bugun yo'q mana ham. Bugun ham yo'q. Qandislik ketdi endi maktabga islomon bo'lishga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uy pulni qachon to'laysan? To'layman. Setimni o'chirib qo'yganim yaxshi, qani ketdim. Voy, xudoyim, yomg'ir yog'yapti. Mana do'stlar, keyin maktabdan keyin anaqalarni tushuntirib beraman. Qishlog'imiz qanaqaligini ko'rsataman. Tezroq maktabga, maktab qayerda edi? Anta, tez. Oppa. Maktabimizni qazoramiz. 2-sonli idum maktabi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bugun nima yeysan? Hali aytarman, assalomu Qanasan? yaxshi. Bizning televizorimiz bitta divan, bitta hojat. Qani tepaga chiqaylik. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Keldingmi? Ha, ustoz keldim. Kira qol. Hech qolmading. Rahmat ustoz. O'sha ko'tarim qo'y biling. Mayli. Qani oppa. Xo'p, birinchi darsimiz rasm darsi. Rasm e'lon olinglar. Kim zo'r rasm chizsa, o'sha doskaga qo'yib maqtaydi. Menga unchalik rasm yoqmaydi, men chizamiz tabii. Ustoz, Ha, teyga nimadir qo'yolsam maylimi? Rasmim yaxshi o'xshamayapti. opta ovur. Rahmat ustoz, mashina olaman. Mana ustoz, men buni olaman, hop. Avur. Rahmat ustoz. Endi esa rasmimiz normalniy chiqadi. Ustoz, men tayyor bo'ldim. Demak, tayyor bo'lsa, opkamni tekshirib beraman. Hop ustoz. Charchab ketaman, ustoz, tayyor bo'ldim. Wow, Sabiha, shuni sen chizdingmi? Da, men chizdim. Qandoska olibki? Hop. Mana ustoz, men siz oling. Zo'r chiqdi. Sabiha yutdi. Rahmat ustoz. Chizgan rasmingni o'zimga olib qolaman, ha? Mayli ustoz, men kerak emas. Ding. Talas bo'ldi, hamma chiqasin. Rahmat ustoz. Rahmat. Past ketishib. Qalasa jetillar. Yaxshi. Ana, yomg'ir ham tinibdi. Rosa ko'p harakat qiladi deyman. Go'limlarimiz yaxshi-da. Nimadir olasan, Sabiha? Da, olaman. Begot, to'xtang. Hali qornim ochaman. Ha, mayli, qachonki qorni ochsa yetarsan, hop. Hop, rahmat. Hojatga borib kelgan bo'lardim. Yaxshi, endi esa qo'limizdan yuvib olamiz. Qo'limdan yuvib oldim. Endi darsga tezroq kirish kerak. Yo'q, tura qoling. Ustoz, keldim. Diring. Keyingi darsimiz matematika. O'tira qol, Sabiha, tez. Hop, ustoz. Matematikani o'g'latmi? Uy shuni olib kelganmi? Mana ustoz, men yozganman. Mana uy ishi. Mana ustoz. Hamma birinchi Sabiha olib keladi. Boshqani olib kelmaydimi?
Mana ustoz. Qarang, hozir tekshirib beraman. O'tirqin. Hop. Voy barakalla, Sabir hammasi to'g'ri qilibdi. Qani kundaligini olib kel. Rostdanmi? Mana ustoz kundaligim. Ber. Ha, ol. Qani? Yes, ombalolum. Rahmat ustoz. Arziydi. Qani boshqalar olib kelmaydimi? Ha? Yo, so'rab olish kerakmi? Sabiha. Ma? Uyishirib tur. Yo'q. Iltimos. Uf. Ma, ol. Rahmat. Mana ustozman bo'ldim. Bor endi ustozga ko'chirib bo'ldingmi? Kerak emas. Baribir bir xil bo'lsa bo'ladi-yu. Umbal olasan, jinni bor opga. Yo'q, shart emas. Menga farqi yo'q. During. Tanaffus bo'ldi. Yeydigan narsalarini yollaring. Salma hojatga borib kelsam maylimi? Bor. Tez borib kelaman. Tez ustoz narsa. Tez borib kel. Hop, ustoz. Sabiha, nimadan olmaysanmi? Hali qornim ochmadi, aylanib kelaman. Sizlarga desa 10 ming tanaffus ichida eng katta tanaffus bo'lgan paytda qishloqni ko'rsataman. Qishlog'imizda birinchi o'rinda tortlar rosa ko'p deysizlar. Chunki merra tug'ilgan kuni bo'lgandan keyin hamma yo'ni hammamiz tort bilan bezab tashlaydi. Mana endi любой joyda och qolsanglar yeb tashlaysizlar. Qilman. Mana bu tortni ham yeb ketishdi. Bunaqa shokoladni, chiroyligini tortlarimiz. Bu yerda asal ham bor. Asalni ham merga berdik, chunki mer ham asal juda ham yeydi, foydaliligi uchun. Biz ham mana shunaqa ishimizdan keyin mer bizga mana batut qurib berdi. Xo'p, tepaga esa zo'r narsalar qurib berdi. Hozir ularni ko'rsataman mana hozir. Tepaga chiqsak, ko'rasizlar. Mana mana nihoyat chiqadi. Mana endi mamutgan bundoq qilasizlar, bu yerda sakrishlim. Lekin avvalo bu yerda lagerchamiz bor, kichkinagina bo'lsa ham bu yerda ikkita jichil lagerimiz ekan. Qarasizlar. Yaxshi Sabih, o'zi yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Voy. Bu yerda mana xavfsizlik choralari rosa ko'p mana. Bu yerga kiramisizlarni iloj qilsanglar ham. Bu yerda ziqqa mana pechkada narsalar pishirasizlar. Bu yerda esa mana bittasini pishirib ko'rsataman. Jichillar mayli bittasini pishirsan. Bo'ladi, pishiraver. Rahmat. Mana bu yoqqa qo'yib pishirsanglar bo'ladi. Mana bu o'tirib yeysizlar. Bu yerda esa nima bu yerda ochilmayapti? Bu yerda qanaqadir tort yeb qo'ydim. Shokoladniki bu yerda ochiladi. Ham tortni menimcha yeb bo'lish kerak, keyin ochiladi. Bu yerda esa uxlaydigan joy. Bu yerda esa qo'lni yuvadigan bilan tualet. Bu yerda tualetda zeki qolsanglar, kitob o'qib o'tirasizlar. Bu yerda verstak. Shunaqa narsalar. Mana bizning tovuqimiz ham pishibdi. Qani olamizda. Mana yeysizlarmi? Yo, rahmat. Qo'yib qo'yishibdi. Deb qo'yib qo'yishdi. Mana shunaqa joylar, bu narsalar tekinga mana kirib ketishdi. Nima qilasizlar? Mayli, e'tibor bermaymiz. Xo'p. Endi esa bu yerdan sakraymiz. Anta esa o'zi mer uyim, mammani uyim. Mana bu yerda qanaqadir. Men bu uyimni sotib, o'rniga yangi olmoqchiman, chunki pullarim ko'p.
1, 2, 3. Ana ko'rdinglar, maza qilib. Bundoq qilib, bundoq mazza qilib sakraysizlar. Nima qilib kelasizlar? Shunaqa joylar. Sas keldim. Kir sabina. Ding 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 ding. Keyingi dars. Onlaring. Ona tili. Ona tili. Nima oz? Hali e'tibor bermayman. Yoz. Uyushini olib kellaring. Voy, uyushini qilish esimdan chiqdi. Mana yozib qo'yamiz. Mana ustoz. Ani. Ko'ringchi. Nima yozilmagan, просто ish. Sen izdivatcha qilsanmi? Yo'qki? Ne baqira ustoz? Bashanamga qarama, turib qo'ygan mol. Pastga qara. Mana pastga qarayapmi? Ustoz, bu past emas, bu yer deyiladi. Tilingiz g'alati bo'lsa yoki lagichni o'ylamasangiz bizda ayb yo'q. Yaxshi bo'pti, o'zini ochir. Plas. Janodan noma yerga qara. Xo'p. Qarayapman-ku. Qara noma senga. Astag'firullah. Ota-onangga telefon qilaman. Qiling, duxuz yetsa. Gap qaytarma noma senga. Ota-onang nomerini Ota-onam nomerimi? Bilmayman, chunki men ota-onam yo'q. Bashanamga qara. Tur yo'qol darsdan. Darsdan chiqib ketdingmi? Yo'qol. Chiqib ketaman. To'xta. Nima? Chiqib ketma. Jinnimisiz? Hozir chiqib ketdingmi? Hozir yo'q do'stlar. Sen menga gap qaytarishga haqqing yo'q. Parazit. Men parazit bo'lsam, siz ilonmisiz? Qutay qizmanman. So'kimi ustida rapid yozib beraman. Senga 2 barobar qilib yozib beraman. 100 barobar qilib yozib beraman, ustozim. Tur yo'qolmoqda. Voy plastamda. Ustoz, baqir urib chiqib qildingiz, nima deysiz? Menga qara. Bugundan boshlab hozirroq kitoblarni menga topshirasan. Bundan sippaza bo'lasan. Ustoz, shin ingliz tilidan nolmisiz deyman. Yana dars o'tishingizga nechi? Silpaza deyiladi. Menga bor yo'qolgina. Aql o'rgatma menga. Men sizga aql o'rgatmadim. Siz menga aql o'rgatgansiz. Bilim beribman ishda. Gapirma menga. Ertalab yaxshi настроение edi. To'g'rimi, zamon настроением bizdizmi? Biz birga urushganmizmi? Tushundingizmi? Oy plasni meni urasan. Maqbdi, uraman, tushundingizmi? Qurbim yetadi. Tur yo'qol maktabdan, sur bo'pti. Sippaza bo'l. Ketdim, qaytib kelmayman. Do'stlar, ustozimiz ashimi? Sabiha narsa olasanmi? Tura qolinglar, maktabga qaytib kelmayman men boshqa. Anti creeper turib. Hayotdan charchadim. Kelmaysan, uyga olish kerak. Ke bakta. Yursasammi? Yaxki. Ke davay. Ke. Sana ustozimdagi alam mavoli. Hayotdan charchadim. Yaxki kiribdi. Ay, qo'chishim kerak. Yo'q.